Ama akam emas, dadam cuma, ama jiqadan bilinmaydi ekan. Zangni bir tanıştırib tamam. Tanıştırıp pozdanlı yani tanıştıramdım ha. Tan tarbiya turiga bo'lgan tushuncha mukammal bo'lmag'achqa, mana shu tan tarbiya turini tashviqot qilgach, o'zimizning ilzat qo'xshash, mana mayirlarimizni, o'zimizning mushning hammasi o'zimning ag'ilları, mana shu ag'illarımizdan ko'tarilayotgan vaqtida yana bir kuch chiqarib, taqimi ko'tarib, mushundan sayesinde biz manfaatlansak degan nuqtada kichik tarafdan aytsak, o'zimizning shaxsiy manfaat uchun bu xato emas-ku. To'g'ri. Mo'g'ollik qilamdi hamda İğe rahmetimni bildirdigan bir 3-4 korxona var. Palan pulni xejlab, o'ttirg'i chiqib, 30-40% o'zining manfaati uchun bo'lsa-mu, 60-70% tutib mashinalarimiz mashinalarni beqilib o'tibdi. Hali yo'g'an bir ishlig'i tutish qilib o'tibdi. Biz sepdan qolmaylik, biz qo'llab birlar tang ko'klasak, atayga mushbolar taraqqiy qilsa, hammalar tang o'rtaq foydalana olamiz deb, birinchidan shu bizning musobaqaning bosh tajdorligini olgan Nicat Ali Yaqub akamizga rahmetimizni bildiramiz Salvador Markistikka. Gerçi musobaqaga sanoqli necha kun qolgan bo'lsa-mu, yana 5-600 ming pulni xejlab, hamda matajdorligini oldi birinchidan. Ikkinchidan shu faslga rahmetimizni bildiramiz, hamda mana Alkamlar, Eliyarkamlar zalning eng muhim o'rinni elib, eng oldingi darajadagi zanjirshonni o'rinda bizlarni qo'lladi. Uchinchidan Qasr mehmonxonasi o'zligida izdab, butun shu bizning tanidagi mayilning yo xizmatchi xodimlarning azroq bo'lsa-mu ko'nglimiz mushaga bir o'rinlashib, qo'limizdan kelishicha bir qilsak degashga, shuningdan nihoyatda xursand bo'ldik. Buningda jiqma hamkorlik ishlari bor, undan keyinmi. Endi ming yo'lni deymiz, misol, ozdir ko'pdir fikamash qilibsiz. Qanday shu safarda ish beradi bu yo'ldagi mezonmi yaqin turdi. Mashinaga o'xshash endi ma'lumot mantaqdagi Nurmamatjon 100 ming pulni tanlab ma'bi ishlarini shulab qolsin dedi. Ammo shu necha yuqorida sanab o'tgan aloqalarimiz, akillarimiz hamda shu mayli o'zining manfaati uchun bo'lsin, mayli tantarbiya uchun bo'lsin, mayli jamiyat uchun bo'lsin, nima uchun bo'lsin, hali mana men degan korxonaning orasidan saklab chiqib, mana bir ishqa mayli foydasini ko'ray, mayli ziynini ko'ray, bir ish qilsa, yanada men bor deb chiqindi, men nihoyat xursand. Shunga men filmdan maylanga rahmatimizni bildirib Mushta korxonani jiqra qo'llab qo'ysak, tonib olsak, men musobaqa tutgandan keyin bir 2 oygacha qo'limdan kelishicha shu Salvador Nijatkamning shirkatining melni, Pesilning ishchimligini, Qasrning mehmonxonasini, Mezonning lag'minini, Chimantaqning lag'minini bakat olmay tashviqot qilib qo'limizdan kelishicha yondiramiz hamda. Bizning mulozamatimiz shu bo'lgandek. Yaxshi bo'ladi. Jim to'g'rimi yo? Jim. Tushundirish ma'jizasiz. Tushundirish ma'jizasiz. Mush filmda yana bir degandek yuqorida sanalgan korxonalarga chin ko'nglimdan rahmatimni bildirmay qag'ini filmning davomida yana mush musobaqaning oldi keyin bo'lgan birinchi septga ishchi xabarni yetkazib turman, yurakni aymay biz taqib qo'yinglar. Ma'qul emsa? Keyingi sonda ko'rishdik. Bu uzun bir narsa o'tdim ya.